Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi yetib keldingizmi? Allohga shukr. Alqarova Saida 62-yili. Samarqand viloyati. Pastarg'om tumani. Qayer? Pastarg'om tumani. Pastarg'om tumanidan. Qattiq gapirasiz. Ha. Xo'p. Dalixa sigma ichakning uzayib ketishi. Mana holat. Yana Dalixa megakolonna deb shunaqa ham Samarqand diagnoz qo'ydi. Men bunda. Tushundim. Mana ichak qismi. Surunkali kalit, gipatonik xarakterli anal kanal shilliq qavatining yorilishi ichki bavasil. Mana bu 24-yil tushgansiz. Tushundim. Uni Toshkentda 25-yil tushibsiz. ichak, ingichka ichak. Eritema желудка на фоне хронического субатрофического гастродуоденита. Bu oshqozonlik. Ha, tushunadi. Endi savol, qachondan beri kasalsiz? Bu kasalga yo'liqqanim 2 yil bo'ldi. Avgust oylari, avgustga 2 yil bo'ladi. Birdan ovqat yesam, ichim ishib qoldi. İçim kelmay qoldi. Keyin ko'nglim bir aynib turib, qornim dam bo'lib turib, hazm yo'q bo'lib qoldi. Shundan o'zimizni Pastarg'omda bansaga chiqdim. Natija bo'lmadi. Samarqandga bordim. Toshkentlar, Surxondaryolarni aynalib, yana qishi bilan o'zimizni shu Zarmitga davolandim. Lechini yozadi, kelaman. Natija bo'lmaydi. Ozroq yaxshi bo'laman, yana og'riyman. Og'riq ko'payib, mana ish ko'payib ketaveryapti-da. Keyin ana gepatit, virussiz gepatit, o't palitoz dedi. Bir ikkita xirurglarga, ularga maslahatini oldik. Ham o'tdi, ham yo'g'onichak operatsiya dedi. Endi hozir oxirlarini ko'tarolmaydi deyapti. Sizni YouTube'dan kuzatib edim. Ko'raydim anolarni. Bilaydim sizni. Menda anchadan beri kuzataman-da sizni YouTube'dan. Lekin menda gemoroy borda 96-yil operatsiya qildirganman, trishina bordag'in, yana bir go'sh o'sib chiqqan degan joy bor edi. Endi shahar qirquvdi. Yaxshi bo'lib ketuvdim. Qabziyatdan hozir yana qaytalanib, shunchalar hozir gemoroylar og'ir bezovta qilyapti. Bu klizma yo'li bilan davolaymiz deganingizga menda ikkilanish bo'ldi. Bu gemoroy bitib og'riyapti. Klizmaga yarayman ekan, bu qanday bo'lar ekan? deb ikkilanib yurdim-da, oxirida ham majbur bo'ldik. Bu kuni nevaram telefon qildi. Tushunadi. Hozir ham shunchalar gemoroy og'riyapti, chiday olmayapman rost. Tushunaman. Gemoroyga aloqasi yo'q aytgashimda. U og'ritib ham qo'ymaydi, pasaytirib ham qo'ymaydi. Qarang, nima bo'lishini tushuntirib beraman. Ichakni ichiga ko'p miqdorda giyohdan tayyorlangan damlama jo'natamiz. Damlamani vazifasi mana bu ichakdagi axlatni qo'polchasiga po'q yuvib tashlash kerak. Yozilmasligi sababi o'zi mana bunday, mana qarang, P harfida bo'lishi kerak. Varataning darvozasida stadiondagi varata bor-ku, o'shanday bo'lib turishi kerak. Sizniki bunday bo'lib, bunday burab yotdi. Albatta. Shuning uchun axlat, tepadan tushayotgan axlat kun tinmay kuniga siz ovqat yeysiz har kuni. Tinmay pastga tushadidan buklanib qolgan joyga taqalib qolaveradi-da. 40 metr shilyankani bunday bo'lib yotganga o'xshaydi. Bu yerdan suvni tiqasiz, bu yerdan o'tmaydi. Ana shuning uchun problemangiz hammasi mana shunda. Nimaga shunday bo'lib qoldi? Nima odamlarnikiday bo'lib turadi, oddiy emas. Sababi ichi shamollab qolganda qachondir bo'lgan, bir 2 yil oldin bo'lgan, undan oldin ham bo'lgandir. Shamollagandan keyin qizarib, bo'zarib cho'zila boshlaydi. Axlatning og'irligiga. Axlat ichiga to'planadi, o'zi cho'zilib qolaveradi. Bilasizmi, mana turib qolgan ichaklar bo'ladi-ku, qo'ylarniki, mollarniki. Keyin cho'zsangiz ipiri chiqib ketaveradi. Xuddi mana shuni o'zi. Ha, men o'zim ham bunday hazm bo'lmaydi, dam bo'lib beraydim, oshqozonim, icham, o'tim debman, davolanib bu yoqqa e'tibor qaratmabman. Endi uni o'qisam, tug'ruqdan keyin ichim juda qotiydi-da.
juda yomon qotaydi. Keyin shu O'sha paytda bo'lgan voqea. shunda orttirib kelgan ekanman. Endi o'zim ham tushunib olalayapman. Barakalla. 4 ta bola tuqqan bo'lsam, tug'ruqdan keyin Mana shu qiynalyapman-da. narsa faqatgina o'sha paytda ichi qotishdan boshlangandan keyin u ichi to'planib turaveradi, toshday bo'lib turaveradi-ku, bir kilami, 2 kilo bo'lib ichimizda. Keyin u cho'zilib, boyagi rezinkadek cho'zilib, pastga buralib, mana bunaqa bo'lib qolaveradi-da. Ana shu. Shu bola Endi qaytarish uchun nima qilamiz? nima qilamiz? Ichakni ichiga ko'p miqdorda suv jo'natamiz, boyagi dorini. Jo'natib, ichakning ichidagi axlatni hammasini yuvib chiqarib tashlashga harakat qilamiz. Keyin berilgan dori, ichingizga jo'natayotgan dori tirishtiradigan narsa. Anorning po'stlog'ini chaynaysizki, og'zingiz tirishib qoladi-ku. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Ichakning ichida ham xuddi shunday tirishtiradi. Gazak bo'lgan joylarni bitkizib boraveradi-da. Shuning hisobiga bu hammasi joyiga qaytmaydi bu yerda. Buncha kirib qaytish mumkin. Shu ham agar yo'lni ochib yuborsam, shuni o'zi sizga kifoya. Ya'ni bunday qilib, bunday burolmaydi-da, salgina bunday bo'lib, yonbosh bo'lib chiqib ketadigan darajada qilib beraman. Ana undan keyin bemalol yuraverasiz. Vaqtida kelasiz. Yashasa bo'ladimi keyin u bilan? Albatta yashasa bo'ladi. Endi meni Vaqtida kelasiz, sanatoriyda unutasiz. yo'q, kelaman, sizni Eshitingda nima uchun deyotganimda. Sanatoriyga pul to'laysiz, 7 million, 8 million pul to'laysiz. Borgandan keyin sheri topasizda, borib turib ovqat yeb kelasiz, ana yerga borib turib kachelada uchasiz, ana unaqa o'tiradigan nimada. Keyin uqolaydi, bandani ichiga soladi, hech qanaqangi foydasi yo'q. Pulga kuyasiz. Bu yerga kelsangiz, men mana buni jonivor tozalayveraman. Bu qancha ko'p tozalansa, shuncha sizning ahvolingiz oldinga chiqib, paytay bo'lib chiqib ketaverasiz. Birinchisini qilamiz, natija yaxshi. Hoji aka, rahmat sizga deganingizni eshitganimdan keyin men sizni taklif qilaman yana bir marta kelishingizga. Chunki vaqtida kelib turaversangiz, mana bu jonivor har safar qisqarib boraveradi. Oxirgi oqibat bir 10 yildan keyinmi, 5 yildan keyinmi avvalgi holatingizga tushib olasiz. Yoki operatsiya bilan 40 bo'lib tashlash kerak. 40 bo'lib tashlagandan keyin ko'p foydali ishingizdan ajrab qolasiz. Bu bilasizmi nima vazifani bajaradi? Mana ayron xalta bor-ku, chakki qiladigan. Shuni ishi bu. Siziriladi, boyagi zardobi chiqib ketadi tashqariga. Tuppa qolaveradi. Buni olib tashlagandan keyin o'sha ayron xaltangizdan ajrab qolasiz. Pastda yana boyagi o'rniga nima deydi, achchiq ichakni orqaga ulab qo'ygandan keyin odam suyuq yozilib yuradi umrining oxirigacha. Shakl bo'lmaydi unda. Ozuqa bo'lmaydi. Ozuqani tortayotgan joy mana shu yer. Badaningizga, tanangizga borayotgan oziq manbai mana shu bo'ladi. Bu eng muhim ichak. Ana yo'l ichaklar bari. Yo'l-yo'lakay. Tushunarli? Buni asrab qolsangiz o'zingiz foydangiz. Tushundim. Xuddi ana o't xaltani olib tashlaganda yashayapti-ku odamlar. Lekin avvalgidek emas-da u. Bu ham shunday-da, avvalgidek bo'lmay qoladi-da. Shuning uchun asrashga harakat qilish kerak. Qo'limizdan kelmasa, asralmasak, undagina xirurg aralashish kerak. Eng yaxshi operatsiya deb, qanaqa operatsiya deb xirurgdan so'raganda, xirurg aytgan ekan, qilinmagan operatsiya. Eng yaxshi operatsiya degani. Shuning uchun xirurgga borgan paytida odam masalan eng og'ir ahvolda bo'lib qolsagina murojaat qilish kerak. Vaziyat chigal bo'lib qolsa. Vaziyat chigal bo'lmay turib, mana shunaqa terapiya yo'li bilan davolash iloji bo'lsa, unga xirurgning ishi emas u. Tushunarli? Shifoni Alloh beradi, sababi endi siz bu Tutulib qolmayapsizmi? Qorin qattiq burab turib, sizni buklab tashlamadimi? Qilish mumkin. Agarda buralib qolib turib, o'tmay qolsa, chaqa. Unda operatsiya qilish kerak. Ya hozir men tabiiy anavlar bilan ichim kelib turibdi-da. Tabiiy mana firmani dorilarni ichib, agar ichmasam hech narsani ichmaysiz. Bu yerga keldingizmi? Mana bu yerda berilayotgan sizga bir parcha qog'oz bor. Men falonchi pistonchiyeva o'z xohishim va ixtiyorim bilan xalq tabobati usulida muolaja olish uchun tabib Faxriddin Bekto'rayev oldiga murojaat qilib keldim. Og'zaki kelishuv asosida muolajalar shartlari va qoidalari to'g'ri tushuntirildi. Muolaja jarayonida kuch bo'lgan har qanday holatda bu yerda javobgarlik o'z zimmamga olaman deb qo'llarim bilan yozdim deyapsiz. Bu narsa oddiy narsa-ku. Lekin siz boyaga narsani unutishingiz kerak. Men shuncha o'qib berdim. Tushundim. Firmaning narsasi, Eshon bobo bergan narsa yoki yana boshqa odam bergan narsa, bular hammasini unutasiz. Keldingizmi, davolana boshlaysiz. 10 kun vaqt ichida uddasidan chiqolsam,
Mamada Xudo xohish Öyle bersa, Allah izin hoş bersa, versin, özün unda mana versin. bu etagimni mahkam tutasiz. Hech yoqqa bormayman, meni davolab yurasan bo'ldi deysiz. Yo, aka qilaman Ana sizga. barakalla. Ana o'shanda bemalol ishimizni qilib, bir-birimizga xursandchilik bilan muomala qilib yuraveramiz. Muhimi shu, hamisha qo'lidan ish kelgan odamning orqasidan ergashing. Duch kelgan odamga sizlar aytib turib, shuni dorini ish yaxshi bo'lib qolasan dedimi? Yaxshi bo'lmadingizmi? Oldiga borib nima qilasiz ikkinchi marta? Ana shunday bo'lish kerak odam. Ikkita savolim bor edi. Men endi majbur bo'ldimda, aytganingizdek, endi ko'p yemayman, muncha yeyman, axlat pastga kelmaydi. Qolib ketadi shu yerda. Doktor aytadiki, glitserin, qarang. sevicha qo'ying Tushundim. deydi. Foydasi yo'q. Gaplarni tushundim. Uyimda sizga o'xshagan bir bemor bor. 2-3 kun ichida safari qaraydi. Bu sizga nima deydi, dastur. Qovundan ko'rib rang oladi degan bir maqolamiz bor. Gaplashib ko'rasiz hozir. Xonaga joylashtiraman shu xonaga. Sherik bo'ladi. Siz o'zingiz yoshingizdan ayol. Ana o'sha ayol ham xuddi sizga o'xshab ich qotish va problemasi bilan kelgan edi. Qani mana shu jarayon davomida nima natijalarga erishdi? Nima foyda ko'rdi? Bu yerda foyda bilan chiqib ketyaptimi yoki zarar bilan chiqib ketyaptimi? Mana shu narsalarni o'zini tilidan eshitasiz. Bu sizga katta dars bo'ladi. Va bemalol bu yerda turishingizga imkon bo'ladi. Shu endi so'ramoqchi edim, shu lichinani olsam ichim keladimi keyin? Ko'ramizda. Keyin bir nima so'ramoqchi edim. Qarang, men hozir sevicha qo'yapman gemorayga. Xo'sh. Ichak yorilishiga dod deb bo'kirib, mana yig'ilib chidolmayapman. Endi u klizmaga yararmikanman? Kirishi og'riyapti-da uni. Klizmaga yararmikanman? Tushundingizmi meni, doktor? Tushundim. Mana yotdingiz, mana bu siz. Klizmaga borgandan keyin ayol kishi qiladi klizmasini, erkakka men boraman. Mana bunda yonbosh yotdingiz. Orqani bunday sal chetroq qilasiz. Boyagi karavotdan beroqqa. Orqangizda paqir ushlab turiladi yonbosh qilib. Klizma solindi. Solinishdan avval qo'lingizga vazelin beriladi. O'zingiz Qilaman. qilasiz. Ichkarigacha boyagi o'zingiz xavotir olgan joylaringizni moylab chiqasiz. Keyin oldingizda orqangizda o'tirgan ayol esa nayshani moylaydi. Astagina aylanlik o'rgilay bilan klizmani boshlaymiz. Voy ham bo'lmaydi, dodam bo'lmaydi, hech narsa Yo, bo'lmaydi. men shuni qilgandan keyin uyga kelib 3 kun temperatura qilib turib, mazam bo'lmay qoldi-da endi. Shunga picha o'zim xavotirman, yararmikan? Bu yerda sizni majburlab, chidattirib, boshqa qildirib, voylatib yo'q. Klizmani olgan joyingizgacha yotaverasizmi? Boyagidek imkonimizni qilib berganimizdan keyin hali hech kim klizmadan meni mazam qochib qoldi deganini eshitganim yo'q-da. Chunki bizning kasbimiz shundayki, odamga zarar yetkazmaymiz, foydamiz kam bo'lsa ham. Mana shunaqa nimamiz bor, ishimiz shunaqa. Majburlab, tortib, burab, boshqa qilib yo'q unaqa. Sekingina nima deydi? Moydan qil sug'urganday qilib klizmamizni qilib beramiz. Bo'lganingizdan keyin agar ichingizda tepada turgan 2-3 qarsang toshlar tushsa, yengil bo'lib qolasiz. Undan keyin ikkinchisiga o'tamiz ertangi kuniga. Yana teparoqqa chiqarishga harakat qilamiz suvni. Yana boyagida yig'ilib qolgan 10 yillik anaqa qarsang toshlar tushib qolsa, boyagi ichak joyi ochilib qoladi-da. Bo'shaydi ichak. Bo'shagandan keyin asta yig'ila boshlaydi o'zi holiga kelib. Axir hamma tanamizdagi joylar o'ziga qolib keladi-ku, badanimiz ishsa qaytadi-ku ishiga. Sog'aysak, to'g'rimi? Ha? Ya o'z ishi bir ishgandan keyin shu ish bo'yicha umrining oxirigacha yurmaydi-ku. Umid bilan keldim, endi bitta afsus qilyapman. 2 yil oldin sizni ko'rdim. Ha, bu yerda 5 yilligim bor bu yerda bitta Qozog'istonda. 5 yil, 2 yil oldin ko'rdim. 5 yil oldindan beri kuzataman. Kiymabman ekanman sizga shu endi. Bu yog'iga ham Alloh shifo bersin. Shundayda, shu kuniga sizga mo'ljallab olibman. Shu. Shundaymi? Izn berganmi shu? Shu kuniga izn berdimi? Demak, shu kuni bo'ladi. Shu kuni bo'ladi, Alloh aytgani bo'ladi. Yana savollaringiz bormi? Men-ku sizni tushundim. Qolmadi shu. Klizmani shuni qilib olsak bo'ldi. Salomat bo'ling. Asqarova Saida, Samarqand viloyati Qastirg'om tumani. Kelgan shikoyatingiz
Surunkali kolit gipotonik xarakterda anal kanali shilliq qavatini yorilishi ishki bobasi deb yozilibdi. Darixa sigma deb yozilgan. Hop. Chek cho'zilishi. 6-may kuni kelgansiz, 26-yili. Ha. Hojatga 3-4 kunda bir marta chiqaman deb yozgansiz. Qornim dam bo'lib, ichaklarim Og'riq. og'riydi. Kuchli og'riq bor. Ovqat yesam ichim shishib qoladi, hazm bo'lmaydi. Shunaqa. Gemoroidning hisobiga kuchli og'riq bor. Uyqum yo'q. Xo'sh, asabim charchagan. Mana asosiy shikoyatlar shu. Mana endi o'zgarish haqida gapirib bering. Mana 10 kun davomida men yerda davoladim. Nima foyda tomonga o'zgardi? Nima foyda topdingiz meni davolaganimda? Ya Allohga shukr, ancha foyda topdim. Birinchi ochratda juda kuchli og'riq edi, ozaydi ancha deyarli. Xo'p. Undan keyin ovqat yeyolmayotgan edim. Ovqat yesam shu ikki biqinam shunday ishib qolaydi-da. Yegim kelmaydi. Bunday ozuqlarim beti ham shunaqa edi. Bu narsalar yo'qoldi, lekin ikki tomonda ishgani pasaydi. Xo'p. Uyquchi? Ya uyqum hamisha uydagiday. Endi bunday biz qarigan-ku, joylar olmasa ham ta'sir bo'ladi. Ya kunduzi ham mana kechga kamroq uxlayapman, ya bo'ladi, yetadi. Yetadi. Lekin ovqatlaringiz bir-biridan yaxshi ekan, yeyapman. Asab haqida charchab qoldim. Asabim bu qizingiz bilan gaplashib ancha yordam oldim. Psixolog qizingiz bor ekan. Ancha yordam oldim. Ko'p bilmagan narsalarimni bildim. Allohga shukr, o'zi yo'naltirganiga shukr. Yaxshiman. Oxirgi savollarim. Mehnatimdan rozimisiz? Roziman. Bolalarning sizlar halovatini ko'ring. Bizda bemorlar ko'p, najot izlab kelgan. Alloh sizga kuch-quvvat bersin. Amin. Shular yordamingiz yaman kimga umidmanam kelsa, nomid ketmasin, yaxshi bo'lib ketsin, yaxshi kayfiyat bilan. Qilgan xarajatingizga rozimisiz? Roziman. Alloh rozi bo'lsin. Bo'lmasa bundan keyin bir oy davomida bergan giyohlarimda mana klizma qilib yurasiz. Birinchi kuniga qilavering. Undan keyin asta-sekin bir oy o'tgandan keyin 2 kunga o'ting, undan keyin 3 kunga o'ting. Shunaqa qilib ish kelishiga o'zi sezib qolganingizdan keyin to'xtatasiz. 3 oy 4 oy vaqt o'tadi. Doringiz bergan dorim bir oyga yetadi. O'shanda telefon qilasizda, bitta qo'lingizga qog'oz bilan qalam olib olasizda, nima berganimni yozib olishingiz kerak. Bu Samarqandda o'zida ham topilayotgan narsalar klizma uchun. Bo'ldi, asosiy aytayotganim shu. Ovqat parhezligi mana shu parhez. Bildim, ko'p narsa o'rgandim. Mana shu berayotgan ovqatlarimni iste'mol qilib yursangiz, ichak o'ziga kelib qoladi. Xudo xolisa. Xudo xolisa. Salomat bo'ling. Rahmat.